4 mikrorayonda joylashgan 3 xonali uyimizni obzorga kelganmiz. Uyimiz eski domladan bo'lishiga qaramasdan juda ham chiroyli, akkuratniy remont qilingan. Bu yoq perexojniy qismimiz bo'ladi. Kirganimizda mana to'g'rida zal qismimiz joylashgan. Remontlarni ko'rib turibsizlar, ajoyib chiqqan. Bu yoqqa bitta televizor qo'ysanglar, xonamiz yanada ochiladi. Bu yoqda esa detskiy xonamiz. Bu yoqda ham remont qilingan. Uyimizning umumiy metr kvadrati 65 metr kvadratni tashkil qiladi. Detskiyning yonida esa spalniy xonasi joylashgan. Spalniylari ham akkuratniy, chiroyli holatda turibdi. Hamma eshiklarimiz oppoq, mana bunaqa chiroyli eshiklardan qo'yilgan ekan. Bu yoq esa hojatxonamiz, aristonlar o'rnatilgan, yangi unitazlar, asoslari bor. Yonida esa sanuzol qismi joylashgan. Sanuzolda ham mana hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Tepaga suv yoqish o'rnatilgan. Splashnoy qilib yopib yuborilgan ekan. Bu yoq esa proyekt bo'yicha oshxona, oshxonani balkonga ko'chirilgan variantini juda ham ko'p ko'rgansizlar. Balkon qismimiz 210 ga 570 lik balkon. Mana bu yoqqa bitta avtomat kir mashina qo'ysanglar, oshxonaning ishi ham hal bo'ladi. Bu yoqda esa do'q-kontrning kotyollar o'rnatilgan. Radiatorlari. Oshxonamiz ham xullas issiqqina bo'ladi. Bu yoqdan esa sizlarga tashqari manzaralarni ko'rsatib o'taman. Tashqarilarni ko'rib turibsizlar, katta daraxtlarimiz bor. Bu degani yozda salqin bo'ladi degani. Xo'p, uyimizda narxi 470 million so'm, umumiy metr kvadrati esa 65 metr kvadratni tashkil qiladi. Ko'rdinglar, remontlari juda ham akkuratniy, did bilan qilingan. Hamma narsa, uyda ko'rgan hamma narsalar qoladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamdagi aloqaga chiqishingiz mumkin. Sunnatiga yana ozgina o'tib beriladigan joylari bor.